oxirgi paytlarda juda ko'p mana $100, $200dan 12 ta сделка bilan aniq bo'lgan entrylar va undan keyingi summani juda ko'p ko'rsatib berishyapti. Xo'p, shuni sizlarga hozir tushuntirib bermoqchiman. Demak, yaxshilab e'tibor bersanglar, tasavvur qilaylik. Birinchi aniqi $100 balans. $100 balans. Bitta entry bilan u $200 ga aylanyapti. Ikkinchi aniqida, ikkinchi qadamda, uchinchi qadam xuddi shuni $400. Hop, demak, undan keyingi qadamda xuddi 4-entry, to есть 3-entry $800 ga aylanyapti. Hop, $1600. Avtomatik, ya'ni 2x ga ko'payyapti har safar. Bu qanaqa holatda? Full risk holatida. Bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Bitta xato hamma narsani yuvib ketadi. Hamma narsa nolga aylanadi. Full risk holatida. Lekin shuni matematik yo'l bilan kamaytirsa bo'ladi. Xo'p, hozir tushuntirib beraman uni ham. Bu mana ko'rasizlar, 1 2 3 4 ta qadamda уже $1600 ga aylandi. Endi tasavvur qiling, sizda $100 pul bor. O'rtacha 0.10 lot ocha olasiz. Faqat juda ham aniq entry bo'lishi kerak. Juda ham aniq entry bo'lishi kerak. Ya'ni bunda sizni stopingiz, ya'ni depozitingiz minusi bozor narxi 100 pips o'ynaganda, ya'ni narx arzonlashganda yoki qimmatlashganda bu prям slipga olib keladi. Yoki 100 pipsda foydaga kirganda sizda depozitingiz